Dasturimizni sportga oid lavha bilan davom ettiramiz. Unda ayni kunlarda bo'lib o'tayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining tuman shahar bosqichi haqida ma'lumot beriladi. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Sport vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda mahallalar uyushmasi hamkorligida an'anaviy tarzda tashkil etilayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari viloyatimiz bo'ylab 1025 ta mahallalarda start olgan edi. Ma'lumot uchun bellashuvlarda 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigitlar futbol hamda mini futbol, qizlar esa mini futbol yo'nalishlarida o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazadilar. Ayni kunlarda esa Nurafshon shahar sport maktabida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalarning mahallalar aro, tuman, shahar bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bugungi kunda respublikamizda Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari start olgan, shu jumladan Nurafshon shaharida ham saralash bahslari boshlangan. Musobaqamizda 22 ta tuman shahar, 22 ta mahallalar ishtirok etmoqda. Saralashdan keyin sektor bosqichi, keyin shahar bosqichi, keyin viloyat bosqichi, undan keyin respublika bosqichlarigacha Nurafshon shahar mahallalarni olib chiqishga harakat qilib, astoydil harakat qilmoqdamiz. Bunday tadbirlardan o'tkazish asosiy maqsad bolalarni futbolga ko'proq jalb qilish, sportga jalb qilish va seleksiya ishlarini olib borish va iqtidorli bolalarni o'zimizdan yuqori turuvchi tashkilotlarga yetkazib berish. Eslatib o'tamiz, mazkur musobaqalar 3 bosqichda o'tkaziladi. Aprel-may oylarida birinchi tuman shahar saralash bosqichi, iyun-iyul oylarida esa ikkinchi bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va viloyatlar bo'yicha bo'lib o'tadi. Uchinchi bosqich respublika final bosqichi bo'lib, avgust oyida tashkillashtiriladi.